Yuqorqi maqolamizning davomi, hurmatli vatandoshim, yuzsizlik qildi. Buron chopqin paydo qildi deb kichik mavzu qo'yildi maqolada. Angliyaning vaziri Cameron mundaq ko'rsatgan. G'arb dunyosi Angliyaga o'xshash bir davlat yo'qki. G'arb dunyosida Angliyaga o'xshash bir davlat yo'qki. Jungoning mablag' solishiga bozorni ichib beradigan. Cameron efendi shunday degan ekan. G'arb dunyosida Angliyadek bir davlat yo'qki, Jungoning mablag' solishiga bozorni ichib beradigan. Shu chaqda Jungo Angliyaga bir necha 100 milliardlik pound sterling to'xtamnoma topshirgan. Bu gaplar texi quloqimizni ketmay turibla, Angliyaning tashqi ishlar ministerligi deydi xabarda, yillik kishilik huquq doklati e'lon qilib, 28 davlatning qatorida kishilik huquq bo'yicha Jungomo diqqat qiladigan davlatlar qatoriga kirgizildi va tizildi. Tizimlikda va doklatda Tibet ve Şinjan'da az sonliq millatlarga Jungoning zo'ravonlik bilan besim qilayotganligini tilga olib, Jungolikning yuziga bir kachat soldi. Deyildi gazetning xabarida. Jungoning Angliyaga solgan mablag'i 300 milliard yevro edi. Tahlil. Jungolik apandilar diqqat, g'arb davlatlari Angliya, Amerika qatorliq davlatlar axloqni, odamgarchilikni, insonlikni pulga sotmaydi. Qo'llaymiz Amerika xalqi. Qo'llaymiz Angliya xalqi. Aqsaraga yozgan iltimosinglarni, London hukumatiga yozgan iltimosinglarni, Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishni talab qilganliginglarni, murojaat qilganliginglarni qo'llaymiz. Hurmatli vatandoshlar, biz yuqorida iqtisoddan so'zlab keldik. Navbatda hozir Jungoning iqtisodiy masalasi nayta og'ir masala. Qisman oldi yuqorida ko'rsatdik. Endi George Sorosning dunyoviy mablag' solg'uchi buyuk kapitalistning Jungoning puliga, Shanghayning puliga xiris e'lon qilganligini ko'rdik. O'tgan yil 10-29-kuni Rais Xi Jinpingning kengaytirilgan yig'inda 18-navbatlik 5-umumiy yig'inning umumiy yig'inida nima deganligini, ya'ni masalan, iqtisod jihatda, ideologiya jihatda, siyosat jihatda biz ichki jihatda parokandachilikga uchrab qolmay, hatto tashqi jihatda o'xshashlar iqtisod jihatda, siyosiy jihatda va harbiy ishlar jihatda parokandachilik uchraymiz deganligini hozir anglab o'tdik. Demek biz hozir bir narsaga diqqat qilaylikki, Jungoning iqtisodiy jihatdagi ahvoli iliqidak. Dal mushundaq paytda Tayvanda saylamning g'alaba qilib, Tsai Ing-wen xonim Demokratiya taraqqiyot partiyasining prezident raisi Tsai Ing-wen xonimning prezident bo'lib saylanishi haqiqatan Osiyo Tinch okean rayonidagi siyosiy muqimlik va boshqa jihatlardagi hodisalarga xali ta'sir ko'rsatdi. Endilikni ko'raylik, siz biz o'ylamagan yerdan, balki shunday qilishi kerak bo'lgan ahvolda Angliya greydallari, Angliya hukumatiga, Amerika xalqi, Amerika Oqsaroyi hukumatiga xat yozib, Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishni talab qildi. Bu yerda bir Jungo siyosati, Amerikaning bir Jungo siyosati o'zgarish kerak degan gap ma'no kelyapti. Bu gapni men demadim. 2014-yili 8-ayning 20-kuni 3-oyda Tayvanda namoyish qilib Quyosh harakati, Avtopras harakatini tashkillagan kishilar, Li Penli degan kishilarning o'zi Washingtonga kelib, Amerika Davlat Majlisining a'zolari, Amerika siyosiy yo'llari bilan ko'rishib, nima dedi? Amerikaning bir Jungo siyosati o'zgarish kerak dedi. Demak, bel ularning so'zini Amerika Davlat Majlisi qabul qilsin yoki qabul qilmasin, qanday qilishdan qat'iy nazar bugungi kunda mushu gaplar o'tirg'i chiqdi. Bo'libmi kishini xushal qiladigani Angliya fuqarolarining Londonga parlament xat yozib Tayvanning mustaqilligini talab qilishi, yana birisi Amerika xalqining Oqsaroyi xat yozib Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishini talab qilishi, yana shunday ahvol ostida Angliya tashqi ishlar ministerligining e'lon qilgan yillik kishilik huquq doklatida Jungoni qatorga tizib,
Cungo hükümetinin Tibet'te zoravallık kılıvatkallıgını, Şinjan Uygur Abdunum rayında, yani Uyguristan'da zoravallık kılıvatkallıgını tilg elişi siz biz üçün hoş bilişke tegişlik meselelerdi vatandaş.